Assalomu alaykum hurmatli do'stlar. Sizlar bilan Avika Servisi xodimi Jahongir Chaman Sankt-Peterburg Samarqand yo'nalishi bo'yicha 14.5 ta uchayotgan Centrum kompaniyasiga registratsiyamiz boshlangan 25-dekabr 2025-yil. Xudo xolasa o'z vaqtida uchib, o'z vaqtida ketyapti. Xudo xolasa bemalol murojaat qilaverasizlar. Avika Servisi xodimlari xizmatimiz qo'ldan kelgancha chiroyli qilib o'tkazishga harakat qilamiz. Biletlar bo'yicha faqat telefon raqamlarimizga bog'langan holda biletni xarid qilaverasizlar. Telefon raqamlarimizga bog'langan holda kelaverasizlar. Hurmatli o'rtoqlar, bir kun oldin telefon raqamlarimizni olib qo'yilgan. Shunga deganda hozir ko'plar telefoningizni olmadik, xiromga kirib keldi, ushlanib qoldik degan so'zlarim bo'ladi. O'shaning uchun bir kun oldin telefon qilib bilet sizdan olganmiz, Jahongir akaning nomerini bersalaring beradi. Xohlasa qo'ldan kelgancha yoki bo'lmasa Telegramim bor. Nomer mana ko'rsatilgan nomer, обязательно o'sha nomer saqlanib qilib Telegramga yozsangiz ham o'zim javob beraman, o'zim qarab, o'zim chiroyli qilib o'tkazishga harakat davom etingizlar. Like bosib, kengroq tarqatib qo'ysalaringiz juda xursand bo'lar edik. Обязательно bog'laningizlar hurmatli o'rtoqlar. Faqat nomerlarimiz orqali. Bizni nomimizdan ochib olgan haromxo'rlar bor, ko'paygan. O'shalarga aldanib qolmanglar, samiqlar.